Farg'onada 10-14-15 yanvardan keyin gaz pasayib ketdi, bildinglar. Lekin bitta hudud bor Farg'onada, gaz umuman pasaymagan. O'sha holda baland yonyapti ekan. Xuddi ana shu loyihalarga kelganmiz. Qaranglar, Dilbar House uylarga kelganmiz. Juda ham sifatli. Ushbu uylarni avval kadastrini chiqarishar ekan, keyin sotuvga qo'yishar ekan. Manzilni tushuntirib o'taman, keyin ichkarida xonadonlar ko'rib chiqamiz. Qaranglar, bu tomonda o'zimiz Mag'lon ko'rik bor, chat tomonga yurganda, bu tomonga o'sha o'zimizning Farg'ona darvozasi, Chuqur metan yo'li bo'yida mana shu loyihalardan sotuvga qo'yilgan uylarimiz bor ekan. Barcha uylar xuddi shunaqa holatda bo'ladi, oqsuvoq holatda. Bir xona, ikki xona, uch xona uylarimiz bor. Ko'rsangiz bo'ladi, gaz bor aytganimizdek, barcha qavatlarda uylar bor. 34 kvadratdan boshlab 65-90 va shu atrofda kvartiralarning kvadrati bor ekan. Kadastrlari chiqqan, ko'ryapsiz. Va hamma uyda balkoni bor. Eshiklarni ham ko'rsangiz bo'ladi, ko'ryapsiz, chiroyli, qimmatbaho, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Narxi ham cho'ntakbob, hamyonbob desa bo'ladi. Oshxonasidamiz, qaranglar, gaz kelgan mana isbot uchun. Bitta tashqaridagi manzarani ko'rib o'tamiz. Bu yerdagi barcha uylarda Dilbar House qurilish kompaniyasi qurgan. Stoyanka bor, bolalar o'yin maydonchasi bo'ladi bu yerda. Narxini mana shu holat bo'yicha 1 kvadrati uchun 6 million so'mdan 6,5 million so'mgacha baholashgan. Sotuv bo'limida raqamlarni qo'yib qo'yamiz.